O'zlari ham shu yerdalar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nigora. Va alaykum salom Nigora. Hammaga salom. Sizlar bilan esa kardinal. Yaxshimisiz Nigora? Charchamasin. Nigorani o'zlari ham youtuberlar. Silkasi opsiyada bo'ladi. Nigora qarang, 80 UC'yiz bor akkauntingizda. Nimalar ochamiz buncha UC'ga? Xullas, akkauntimda baron yo'q. Baronni olib pul qilishimiz kerak. Akkauntim вообще omadsiz. Siz ham pul qila olmaysiz deb o'ylayapman. 80 UC'ga men ham pul qila olmayman deb o'ylayapsiz. Da 80 UC'ga bu nereal narsa, lekin men full qilib beraman, lekin 80 UC'ga. Shuncha payt X kostyum full qilganmisiz o'zi? X kostyum full qilganmisiz? Mana boring 7-level. From full. Assalomu alaykum Silvanus. Full ko'rinishda do'stlar. Do'stlar, men bunga bu kommentariyaga hech nima deya olmayman. Bir hozirgacha bir nechta kostyum X full qilganman, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bir 10 tadan ortiq bo'lsa kerak. Nima, siz meni pastga uryapsiz? Mana shu gapingiz ustida bitta forum chiqarib bersinmi mana gapingiz ustiga? 80 UC'ga qiyin. Da, lekin 80 UC'ga reallik qiyin, vorunni full qilish nerealniy narsa u 80 UC'ga endi ko'ramiz endi. Agar pul qilib bersangiz, tan beraman shundoq sizga. Вообще omadingizga tan beraman. Siz tan berishingiz uchun men hozir full qilishim kerak. Gap yo'q. Do'stlar, qardiyoylasi qaranglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? 80 UC bor, qiz bolaning akkauntida va full qila olmaymanmi? Ya'ni 6-level bu full degani full qila olamanmi do'stlar? Meni o'zimga ishonmayapman, lekin ichimdagi nimadir ishonyapti. 100% qila olmasligingizni bilaman. Siz 100% deyapsiz. Do'stlar, qaranglar, men qiz bolaning akkauntida 4-marta openkiz qilyapman. 3tasi omadsiz bo'lgan, prям 3tasi hozirgacha omadsiz bo'lgan. Mana bu 4-si. Menimcha 4-sini endi omadli qila olaman. 3tasi omadsiz bo'lgan, 4-siga qanaqa qilib umid qilasiz hozir omadli bo'lishiga? Mana shu joyda men qiz bolani og'zini yumib qo'yish kerak, lekin PUBG men shu joyda bitta vorin chiqarib. Mana do'stlar, mana ko'rdingizmi? PUBG meni eshitadi. Молодец. PUBG meni eshitadi. Yaxshi, lekin hali varonni tushirganimiz yo'q, hali hayot oldinda. Bu ham qimmat narsa bu. Tushirish kerak hali. Like, obuna so'rash esimdan chiqdi do'stlar. Men bunaqa kontentni birinchi marta olyapman, ya'ni qiz bolani web kameralarini ham qo'shib birgalikda kontent qilamiz. Bu kontent sizlarga yoqyapti deb umid qilaman va yoqyapti-da, yoqyapti. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqcha tugmasini qilib yondirib qo'ying, chunki biz yaqinda Xudo xohlasa 2 million obunachi bo'lamiz. Shuning uchun obuna обязательно. Va do'stlar, mana shu videoda ham bir 40 ming ta like ko'rsanglar, juda ham xursand bo'lardim. Rahmat, katakon rahmat. Siz hozir obunachilaringizdan 40 ming ta like so'rasizmi? Bir 4 ming ta like bo'lar. 4 ming ta like. Siz men obunachim qancha bilasizmi? Menda ko'p obunachi bosa oladi. Meni obunachilarim bilan o'ynashmang. Meni obunachilarim va shinirial. Qarang, bo'pti kardinal, qarang. Agar obunachilaringiz 40 ming ta like qilib bersa, men siz bilan ko'rishib open case qilaman. Siz men bilan ko'rishib open case qilasiz. Ko'rishib open case qilish. Вообще ko'zim yetmayapti. 40 ming ta like nerealniy вообще. Подписчиklarim уже hozir bildi. Kardinal qiz bola bilan bitta joyda umrida qilmagan bu narsani bitta joyda o'tirib open case qilar ekan deydi. O'zi bosishdi уже. Men qarang, men o'zi qiz bola bilan hozirgacha umuman даже mana bunaqa web kamerasini chiqarib open case даже kontent qilmaganman va даже ko'rishib ham bitta joyda o'tirib ham kontent qilmaganman. Birinchisi men bo'lar ekanman. Birinchi open case qilamiz. Endi like bo'lsa, ko'rishib open case bosamiz yerlar. Qiz bola bilan kontent qilish, okey. Men kontent qila olaman, lekin oddiy emas. Qanaqadir shartdan o'ynaymiz lekin. Prosta kontent. Planerni berdi. Men вообще aytmayman, akkaunt olmasiz. Hali bitta varonni tushirganingiz yo'q. Endi siz 4 mingmi 3 ketdi. Yana pul beraman do'st. Aytmayman, nikak pul qila olmaysiz o'zi. Вообще. Yana gapiryapti, bolalar og'zini yumib qo'yish kerak bu qizni. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Jim o'tiring deb yozib qoldiringlar. Nigora jim o'tiring. Вот так. Ana. Voy. Ana. Уже vorumni hidi kelyapti mana shu joyda. Уже hidi kelyapti. Men shu hozir obunachilarga ishonaman. Obunachilar 40 ming ta like qila oladi. Hozir ham bosishyapti, bosmaganlar. 40 ming ta like bo'lsa, siz ko'rishib open case qilgan paytimiz jostki qiyin shart beraman. Shartdan open case battle qilishga tayyormisiz? Shunisini. Men любой narsaga tayyorman, chunki bilaman nika. Ko'ryapsizmi? Juda material.
Ko'ryapsizmi? Men ishonmayapman 40 mingta like bo'lishiga, o'shaning uchun u yeri hozir hamma narsaga mayli. Ha, qaranglar, qiz bola, mana dehqonchasiga tushuntiraman. 40 mingta like bo'lishiga ishonmayaptilar. Shu uchun просто любой shartdan o'ynashga tayyor. Tak, yana 600 CL, let's go. Men ishonaman, saksovisiga full qilamiz. Tak, do'st. Mana, let's go. Mana do'stlar, borin uji bor. Yo, ujimi? Uji. Oy, молодец. Mana где-то 8000 ga borini chiqardik do'stlar. Endi like bosaveringlar. Like bosaveringlar, hozir 8000 ga full qilib qo'yaman. Bu qizni tan berdirib yuboramiz. Pul qilishingiz qiyin-da. Endi 100 ming, 150 ming UC bo'lganda ham mayli-da. Da, o'zi real bitta kosmikni full qilish uchun 100 ming UC'dan eng kami 100 ming UC ketadi. Lekin men ham bilmayman nimaga ishonyapman. Mana hozir yana arujga full qilamiz. Eng qizig'i bu akkaunt menga omadsiz nimaga? Sizga omadli ili bir tahorat bormi? Kardinal juda omad yaxshi-da, chunki obunachilari zo'r do'stlar. Xo'sh. Yana bitta vorum berib yuborsammi shu joyda? Endi qiyin. Tak. Assalomu alaykum. Nima bo'pti bu yerda? Ballo, sen qayerdan kelib qolding? Mana. Yey! PUBG mani eshitadi, ko'ryapsizlarmi? PUBG mani eshitadi. Mani eshitdi. Ballo kirib kelgani uchundir berayotgandir может, ha? Yo, men aytdim berdim. Originaldan yigitda originalidan jigarlar mana original open keslavotdi. Endi вообще men shokdaman hozir, hayratdaman. Siz hali ko'rishgan paytimiz, ani yutqizasiz open kes battle'da shartimi eshitasiz-ku, o'sha payt shokda bo'lasiz. Hozir siz o'zi qo'rqyapman. Endi bu narsaga mana hozir ko'zim yetmayapti-da, varon uchun hali vaqt bor, hali full qilish kerak. No endi like 40 ming like o'ylayapsizmi? 40 ming 10 k like bo'lsa ham siz xursand bo'ling. 40 ming like bilmadim endi. Shoshmanglar-da. O'zi nima bo'pti bu yoqqa? Nima maqsad, nima open case qo'yasizlar, mana ko'raman. Vorin tushdi. Keyin nima bo'ladi? Keyin nima qilish kerak o'zi maqsad? Ha, o'zi Ballo niftema kelib qoldi. Pul qilishlari kerak. Da. Ballo san niftema kelib qoldi. Ishonmayapman. Oy. Mifik bor. Siz ishonmayapsiz? U kardinal o'zi ishonyapti full qilishiga. Bilmayman endi katta gapiryaptilar-ku. Obunachilarim ham ishonyapti menga hozir, bilaman, obunachilar ham ishonyapti. Ballo sen o'zi shunaqa katta gapirasan-da. Xo'p. Natija amalda hech narsa yo'q. Yo'q. Ko'ramizda hozir. Kardinal aytadi, bajaradi. Obunachilar men bu odatimni biladi. Aytdim, bajardim. Manda qara. Ballo, qara. Agar hozir men saksovisiga full qila olmayman-ku, gapim ustida даже material. 12 ta material oldim o'sha. Qara. Materialing bilan o'rin pul bo'lmaydi-ku. Xo'p. Menda qo'shimcha reja bor, u rejani hech kim bilmaydi, tushunyapsizmi? Men full qilaman, ya'ni full qilaman dedimmi, qilaman. Bular menimcha shu PUBG anaqasi bilan gaplashib qo'yganlar-da, cho'ta va shu yerin gapiryaptilar boru. Menda agar mabodo omadim kelmasdan 80 ga full qila olmasam, 6-level qila olmasam, menda qo'shimcha reja bor, qilaman deganimni qilaman. Tamom. Ko'ramizda. Agar qo'shimcha rejasi. Agar mana shu UC ga qila olmasangiz, yoningizdan UC tashab qilib berasiz, men bilmayman. Unaqa men qiz bolalarga pul sarflamayman. Unaqa oldindan katta gapirmang. Bo'ldi, shu gapingiz uchun ham bo'pti. Agar 40 mingta like bo'lmasa, shart bajarasizmi? 40 mingta like bo'lmasa, shart bajaramanmi? Нет. Da. Unaqa narsa yo'q bizada. Bizada 40 mingta like bo'ladi o'sha. O'sha bobogan. Siz slishkim katta gapiryapsiz, lekin afsuslanas. Birinchi marta ko'ryapsizmi kardinalni katta gapirishini? Va. Bitta narsani eslatib o'taylik. Men do'stlar, Telegramda obunachilarim, ya'ni sizlar menga like bosyapsizlar, obuna qo'llab-quvvatlayapsizlar, menga ishonyapsizlar. Men ham sizlarni xursand qilish uchun konkurs boshlab qo'yganman. Telegramda konkursimizda 100 ta real pas qo'yganman, Lednik full takoy akkaunt qo'yganman. Mana shu konkursimizga qanday qilib qatnashib yutib olishni o'rgataman. Shundan keyin yana qiziqarli open kesda davom ettirib, qiz bolani ko'zga ko'rsatamiz. Let's go. Aziz obunachilarim uchun katta konkurs boshlab yubordim. Konkursimizda takoy Lednik full donaterskiy akkaunt. Undan tashqari 10 ta ming UC
Undan ham tashqari 50 ta real pas qo'ydim. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagidagi opsiyada konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi shu silkani bosib, Telegram konkurs botimizga kirasiz va start tugmasini bosasiz. Bu yerda chiqqan atiga 5 ta rasmiy sahifamizga birin-ketin obuna bo'lib chiqasiz. Bo'ldi, men 10 sekund vaqtimni ajratib barcha sahifaga obuna bo'lib chiqdim. Endi barchasiga obuna bo'ldim, tugmasini bosaman va bo'ldi, biz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldik. Va mana ID raqamim 5, hammani o'zida alohida ID raqam bo'ladi. Kimning ID raqami 10-iyun kuni streamda kelib chiqsa, o'sha obunachimiz 60 ta sovg'adan bittasini yutib oladi. Bir narsani unutmang, bu konkursimizda sovg'alar soni juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Atigi 1 minut vaqtingizni ajrating, hoziroq konkursimizga qatnashing. Lednik full takoy donaterskiy akkaunt yoki 50 ta real pasdan bittasini yutib keting. Hammaga omad. Tak do'stlar, o'ylaymasizlar konkursga qatnashdinglar, konkursga qatnashgan bo'lsanglar, hammaga omad, qatnashmaganlar обязательно qatnashib qo'yinglar. Chunki sovg'alar juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Bir 100 ta RP bor, bittasi sizda chiqib qolishi mumkin do'stlar. Silka videoni tagida. Hammaga omad. Konkursingizga men ham qatnashsam bo'ladimi? Da, albatta. Konkurs o'zim ham omadli bo'laman. Qo'yman, jigarlar sizlar ham qatnashinglar. Bilishchilik qilib sizga Albatta, keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. O'yin kishiga ehson taqdim, ya'ni o'yin kishiga o'sha siz bo'lishingiz mumkin. Sizlar ehson qilyapsizlar mana endi videoda. 10 kishiga ehson qilamiz, keyingisi siz bo'lishsiz. 100 ta erib qo'yibsiz-ku. Da. Shani aytyapman. Siz bo'lishingiz mumkin deb. Da, 100 ta RPdan yutgan odam siz bo'lishingiz mumkin do'stlar. Bombani konda jigarlar. Bosamiz. Qani. Tak. Kardinal shuncha katta gapiryapti, lekin men hech ham ishonmayapman. Hali ham mayli deb bola xafa bo'lmasin deb o'tiribman. Lekin kardinal oilasizlar, ya'ni qiyin narsa edi. Qiz bola ham ishonmayotgani mayli, endi qiz bola deylik, u gapiraveradi, bal. Ani o'rtog'ingiz kelib, ballu kelib, mana bu yerda o'rtog'ingiz kelib ishonmasa, bu alam qilib ketadi-da. O'zimda bo'lgan ishonch yo'qoladi-da, tushunyapsizlar? No da, bu balloni iloji boricha kommentariyada tizza deb yozinglar, tizza. Vo ana, planer berdi. Zo'r. Endi qiz bolani yonina olsa tizza bo'ladimi? Men bu yerda o'rtog'im turibdi. Siz Qani qiz bola ham da deyapti. Qaysi mix berdi? Akkauntim omadsiz deysizmi? Akkauntim mana agar O'zimdek, o'zim. menga hech Ana. Siz akkauntim omadsiz demang. tushmaydi menga. U siz. Qatdan. Men O'zbekistondanman. Siz demang, akkauntim omadsiz demang, men o'zim omadsizman deng, vot to'g'riroq bo'ladi. Bunaqa demang. Hayotdan uni ko'zimga yosh kelyapti hozir. Siz yig'iladigan qizlarga o'xshamayapsiz nimagadir. Tak, bam. Do'stlar, opangiz zo'r ketyapti. Prosta hozir saksomizga full anu kardinal yusini bir kuchini ishlatib olaymi? Prям no da, ishlatadigan joyi ham prям 10x lab beryapti. Vo mana shu kardinal yusida ham o'sha beryapti do'stlar. Eng arzon. Qanday qilib? Chunki kardinal yusida, tushunyapsizmi? Siz точно bor-ku, PUBG bilan gaplashgansiz hozir. O'shaning uchun u yerin gapiryapsiz deb oydan bering. PUBG bilan men qanday gaplashaman? Men ham oddiy insonman. Prosta video qilaman kontent. Ana ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi? Bu kardinal yusini kuchi do'stlar, kimga arzon ishonchli yusi kerak bo'ladigan bo'lsa, bu kardinal yusi silkasi videoni tagida bo'ladi. Opsiyada yusi uchun deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram yusi magazinimizga kirib, arzon ishonchli narxlarda yusini xarid qilib olasiz do'stlar. Ishonchingiz va xarid